Ota, birgalikda ularni yengamiz. Jim bo'l. Otalar otasi. Ancha charchagan ko'rinasan. Lafey, buni to'xtat. Bolang o'zi boshladi. Sen haqsan. Bu bolaning sho'xligi undan ortiq ish emas. Qon to'kilish boshlanmay turib bunga barham berishimiz mumkin. Lafey. Diplomatik sulh o'tmishda qoldi otalar otasi. U istagan narsasini oladi. Ya'ni urushni va o'limni. Sen aytgancha bo'la qolsin. Nega bizni qaytarib keldingiz? Nimani boshlaganingni tushunmading shekilli. Men o'z uyimni himoya qildim. Do'stlaringni himoya qila olmaysan. Qirollikka osini nima qilasan? Uni davo zaliga yuboring. Hoziroq. Sizday ehtiyotkorlik bilan harakat qilinsa, qirollik yo'q bo'lib ketishi mumkin. Yo'tullar bir paytlar sizdan qo'rqqanda, mendan ham qo'rqishlari kerak. Senda xudbinlik ustun kelyapti, donolik emas. Sen sabr haqida unutding. Sabog'im bekor ketibdi. Sizni sabringiz 9 olamda kulguga sabab bo'lyapti xolos. Askar zabun bo'ladi. Siz esa nasihat o'qib o'tiraverasiz. Sen shuhratparastsan, tosh bag'ir va xudbin bolasan. Siz esa aqldan ozgan qari tentaksiz. Ha, sen taxtni egallashga tayyorsan deb o'ylagandim. Dada, To'xta! Thor, Odin o'g'li. Sen qirolga bo'ysunmaslikka jur'at etding. O'z xudbinliging va qaysarliging tufayli tinch aholi hayotini xavfga qo'yib dahshatli urushga sababchi bo'lding. Sen bu qirollikka, bu unvonlarga loyiq emassan. Seni bor qudratingdan mahrum etaman. Sen xiyonat qilgan odamlar uchun o'lgansan. Otam haqqa. Otamning otasi haqqa. Men Odin, otalar otasi seni quvg'in qilaman. Bu dubulg'ani qo'liga olgan unga loyiq deb sanaladi. Torning qudrati unga o'tadi.